الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Barliq hamdu sanalar alemlerinin perverdigarı Allah Teala'ga xastır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, aile azalarga, sahabelerge ve o zatga güzel ahlak bilen ergeşken barliq ma'min Müslüman qarindoshlarga Allah'ın salamı ve berekatı bolsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ma'min Müslüman qarindoshlar, o'tgan saatda biz qanoatchan va nomuschan bo'lish, tilamchilik qilmaslik haqida dars qilgan edik. Bugungi darsimiz bo'lsa, shu darsning ikkinchi bo'limi, ya'ni davomidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaqlaydı. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ular, yani Allah yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi dedi. O'ttira hal xarajat qiladi. Yani pulim bor deb buzib chechib etmaydi. Va pul nima deb bu pulni to'plashim kerak, yig'ishim kerak deb mahkam siqib yalab yeydigan ishni ham qilmaydi. O'ttira hal. Mana bu mu'min musulmonlarning haqiqiy mu'min musulmonlarning sifatlaridan aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu Alloh taolo bergan noz ne'matlarni buzib chechib etmasligimiz ham kerak va uni nihoyatda siqib hech qanday boshqa bir insonga ham manfaatimiz yetmaydigan holatda mol dunyoni to'plab hech kimga foyda yetkazmasdan bu dunyodan o'tib ketmasligimiz ham kerak. Mana bu dunyoda o'ttira hal turmushni ixtiyor qilsak, mana bu o'zimiz uchun nihoyatda yaxshi bo'ladi. Chunki bizning dinimiz o'ttira hal dindir. Nihoyatda nima ham emas va fosiq ham emas. O'ttira hallikni yaxshi ko'radi. Payg'ambar alayhisalom ham o'ttira hal ishni tanlar edi. Madamiki agar shu ishda nima bo'lmaydigan bo'lsa va ummatiga ishlarningki eng yengilini tanlab ko'rstardi. Agar madamiki o ish shariatga zid bo'lmaydigan bo'lsa, shuning uchun nihoyatda qattiq qo'lliq bo'lmasdan mana bu dinimizda o'ttira hal bo'lib yashaydigan bo'lsak, nihoyatda yaxshi bo'ladi aziz qarindoshlar. Bu tilamchilik haqida Payg'ambar alayhisalomdan kelgan hadislar nihoyatda ko'p, ammo ularning biz ba'zi birlari haqida to'xtalib o'tamiz. Jumladan İbn Umar radhiyallohu anhumadan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin dedi. Sizlardan hamisha tilamchilik qilgan odam Alloh taologa yuzida biror parcha go'sht yo'q holda uchraydi. Yani ana shu qiyomat kunida mahshargohda insonlar jamu jam bo'lganda yüzünün go'shi to'kilib ketgan ba'zi bir insonlarni ko'ramiz ekan,
Mana bu insonlar bo'lsa, hayoti dunyoda tilamchilik qilgan insonlar ekan, aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bundoq tilamchilik qilishdan Allohning o'zidan panoh so'raymiz. Boshqa bir hadisda Payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: "Man sa'alan nasa takassuran fa innama yas'alu jamran falyastaqillu aw liyastakthir." dedi. Ravahu Muslim. Milini köpeytish uchun so'ragan odam dedi. Haqiqatda o'tni so'raydi. Ya'ni ba'zi bir insonlar tilamchilik qilib, mana bu terikchilik qilishninki, pul tepishning oson yo'li ekan deb mana bu yo'lga o'tib olgan bo'lsa, mana bu yo'l orqali mol dunyo to'plagan bo'lsa, bu inson amaliyotda bo'lsa, o'tni, ya'ni do'zaxning o'tini o'ziga to'plagan bo'ladi dedi. U ya o'tni azaytsin, ya uni ko'paytsin dedi. Ya'ni tilamchilik qilmasdan mana bu do'zaxning o'tini u inson azaytsin, yoki bo'lmasa tilamchilik qilaveradigan bo'lsa, davom etadigan bo'lsa, nima bo'lsa mayli deb davom etaveradigan bo'lsa, mana shunday tilamchilik bilan hayotini kechiradigan bo'lsa, u insonningki o'ti ko'payib ketadi dedi. Alloh taolo mana bundoq xor, Allah qaytargan ishlardan Allohning o'zi hammamizni o'zi asragan bo'lsin, aziz qarindoshlar. Sumrata ibn Jundab radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem: "İnnel mes'alete keddun yakuddu biha ar-racul vejhahu" dedi. Hakikaten tilamchilik bir tatılığıç bo'lib dedi. Kishi onun bilan yüzünü tatılaydı. Bu tilamchilik bir tatılığıçga o'xshaydi. Mana bu tatılığıç orqali inson o'zining yüzünü tatılaydı dedi. İlla en yes'ala ar-raculu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Agar so'rash kerak bo'lib qolsa, nihoyatimi muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa inson, ana shu yurtning podshosidan, hakimidan, shahar boshlig'idan, valisidan so'rasa bo'ladi dedi. Chunki ular vali ana shu yurtda och, yalang'och qolgan insondan mas'uldir, aziz qarindoshlar. Qaysi bir shaharda, qaysi bir yezida, qaysi bir kentda, qaysi bir davlatda bir inson och, yalang'och qolgan bo'lsa, ochlikdan o'lgan bo'lsa, zulmga uchragan bo'lsa, ana shu shaharning, ana shu yezining, ana shu kentning hakimlari, boshliqlari, raislari buningdan mas'uldir. Qiyomatda so'roqqa tortiladi, aziz qarindoshlar. Jumladan Umar radhiyallohu anhu ham aytdi ekanki, mana bu yo'lda, mana bu Makkadan ana shu Iroqcha yoki boshqa bir shahargacha ketayotganda oddiysi inson u yoqda tursin, bir eshakning puti mitkot bo'lib ketsa, qiyomatda Alloh taolo: "Ey Umar, nima uchun mana bu yo'lni yasab qo'ymading deb mendan hisob kitob oladi" degan. Bu boshliqlikqa insonlar pul bilan setib oladigan bir zamonda yashayapmiz hozir. Boshliqlikni, mansabni, obro'yni pulga setib oladigan holatda. Ya'ni buning mas'uliyatining ne kadar ig'ir ekanligini insonlar his qilish kerak, sezish kerak. Mana shu majburda qolgan, och-yalang'och qilib hech qanday bir nima topolmagan inson ana shu shaharning, yezining, ana shu yurtning boshlig'idan, shahar boshlig'idan, yezi boshlig'idan, mahalla boshlig'idan men mana shunday ig'ir holatda qoldimda dardni ana shularga aytsa bo'ladi dedi. Yoki bo'lmasa, nihoyatimi ilojsizlik qolganda, bo'lmasa bo'lmaydigan holatda bo'lib qolganda ana shuni insonlardan so'rasi bo'ladi. Ana shu qiyin holatdan o'tib ketish maqsadida. Xuddi bir sahroda och qolgan insonga harom qilingan narsa halol qilinganidek, nailoj qolganda ham mana bu tilamchilik halol bo'ladi ekan, boshqa holatda qat'iyan mumkin emas ekan, aziz qarindoshlar. Chunki hammamizni
mana shu mahluqotlarning barchasini olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taolo yaratdi. Shuning bilan birga u insonning rizqini ham yaratib qo'ygan. Ya'ni dunyoga kelishdan burun mana bu inson hayoti dunyoda nada, nima yeydi, nima ichidi, hamma narsani insonningki mana shu name amali bor, taqdiri belgilangan mana shu nimaga yezib bo'lgan aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo hech qanday bandisini och qo'ymaydi. Har bir bandisiningki rizqi oldin va yoki keyinroq, kechikibroq bo'lsa ham albatta u insonga yetib keladi. Inson o'zining mana shu dunyodagi yeydigan rizqi tugimay turib, bu dunyodan hargizmi o'lib o'tib ketmaydi aziz qarindoshlar. Rizqi tugaganda u insonning ajali keladi, bu dunyodan o'tib ketadi aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taoladan so'raymizki, mana bu dunyoda rizqimizni normal qilib berishini, xotirjam, o'zidan boshqa hech kimga muhtoj qilmaydigan holatda berishini Alloh taoladan tilab qolamiz aziz qarindoshlar. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Man asobathu faqatun fa anzalaha bin-nasi lam tusadda faqatuhu wa man anzalaha billahi fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin." dedi. Ravahu Abu Davud. Qandaq bir odamga yo'qsillik yetsa dedi, u kishi u yo'qsillikni kishilar orqali hal qilishni o'ylasa, bir kambag'allik, yo'qsillik, miskinlik, g'ariblik yetib qoldi, mana bu kelgan yo'qsillikni insonlardan yordam talab qilish orqali yo'q qilaman deydigan bo'lsa, uning yo'qsillik masalasi hal qilinmaydi deydi. Chunki insonlar u insonning yo'qsillik masalasini tugutib bo'la olmaydi. Hal qilib bo'la olmaydi. Bir qatim yordam qila, ikki qatim yordam qila, uningdan keyin yordam qilmaydi. Shuning uchun nima qilish kerak? Va man anzalaha billahi dedi. Va bir kishi yo'qsillikni Allohga qo'ysa, mening rizqimni yetkazadigan zot Alloh. Alloh hargizmi mening rizqimni berishdan g'aflatda qolmaydi deb Alloh mening rizqimni yetkazadi deydigan bo'lsa, yana Allohdan tilasa, Allah uning masalasini darhol yoki keyincha bo'lsa-mu keladigan rizqi bilan hal qilib qo'yadi dedi. Ana shuni mening rizqimni beradigan zot Alloh. Allah meni hargizmi unutib qolmaydi. Meni yaratishni yaratib qo'yib, aqisdan hargizmi unutib qolmaydi. Nauzubillah. Allah mening rizqimni yetkazadi deb Allohga tavakkul qilib, ishini davom qildiradigan bo'lsa, Allah albatta o insonning rizqini yetkazib berar ekan aziz qarindoshlar. Su'ban radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq degan ekan: "Man takaffala li an la yas'ala an-nasa shay'an wa atakaffalu lahu bil jannati" dedi. Subhanallah. Kimki menga kishilardan bir narsa so'ramaslikka kefillik bersa, ben hayatım davamida insonlardan hech qachon yordam talab qilmayman, bir narsa so'ramayman deb menga so'z beradigan bo'lsa, va'da beradigan bo'lsa, kefillik beradigan bo'lsa dedi payg'ambar alayhisalom, men uningga jannat bilan kefillik beraman dedi. Jannatga kirishiga men kefilman dedi. Shuning uchun mana bu Fatiha surasida ham aytamiz aziz qarindoshlar, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ey Allah, sanagıla ibadet kılımız ve senden yardım sorayımız. Demek yardımını Allah'ın başkasından soramaslıkımız gerek eken. Yardımını Allah'tan soraydıgan bolsak, elbette Allah-u Teala meyle aldınrak ve yaki olmasa kiyinrak. Yaki olmasa bu dünyada, yaki olmasa bu dünyada elbette Allah-u Teala o insana yardım verir. Şunun için aziz qarindoshlar, mana bu hayati dünyadaki mesele nihayetimi nima? Şunun için bu dünyada
Allohning o'ziga tavakkul qilib, Allohdan boshqadan yordam so'ramaslikka hammamiz jazm qilsak, Alloh albatta siz va bizlarni nihoyatda chiroyli, yaxshi mukofotlar bilan mukofotlaydi. Payg'ambarlar ham mana shu o'zininki peshoni teri bilan, qo'lininki mana shu halol emgigi bilan, mehnati bilan mehnat qilib oilasini, jinini baqqan edi. Men Allohning payg'ambari deb hech kim oyog'ini, hech qaysi bir payg'ambar oyog'ini osmonda qilib yetib yemagan aziz qarindoshlar. Sizlar ham hayotiy dunyoda o'zininki kasbini qilgan, qaysidir payg'ambarlar yog'ochchi bo'lgan, qaysi to'mirchi bo'lgan, qaysi boshqa tijoratchi bo'lgan, boshqasi yana boshqa bo'lgan. Cümleden hem Peygamber aleyhisselam aytdi ekanki, kana Davud aleyhisselam la ya'kulu illa min amali yedih dedi. Davud aleyhisselam fakat öz emgikinden yedi dedi. Mehnat kılıp yedi. Peygamberler bo'lishiga qaramasdan ana shu peygamberler hem mehnat kılıp özünün halal mehnati bilan mana bu dunyodan o'tgan ekan. Ahirida Peygamber aleyhisselamning hadisida aytdi ekanki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم غزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه. Sizlerden birinlarının mürsiga bir bağlam otunu artıp kagini dedi. Onun için bir kişiden bir narsa tilginidan yaxshidir. Yaxshidir dedi. O kişi ya beridi ya bermeydi. Kunlarning birida Peygamber aleyhisselamning huzuriga bir tilamchi kelgan edi. Shuning bilan Peygamber aleyhisselam o tilamchidan so'radi ekanki, uyangda nimang bor degan edi. Tamoq yeydigan, choy ichadigan vijdona nimang bor? Bir qachon bor dedi. Abkegin onu dedi. Abkegindan keyin Peygamber aleyhisselam atrofdagi sahobalarga mani kim oladi deb nimasiga qo'ydi? Kim ochdi savdosiga? Ya'ni kim qimmatroq narx oladi deb o'ttiriga qo'ydi shuni. Bir sahoba men 1 dirhamga olay dedi, yana birisi men 2 dirhamga olay dedi. Shun bilan ana shuni 2 dirhamga sotdi. Şunun bilan Peygamber aleyhisselam hele tilamchiga aytdi ekanki, ma 1 dirhamga ağamcha ağın dedi. Ma 1 dirhamga palta ağın. Şunun bilan sen nimaga chiqib, sahroga chiqib, o'tin kesib kelgin, mening oldimga 15 kundan keyin men bilan uchrashqin dedi. Şunun bilan bu kishi ana shu 1 dirhamga ağamcha oldi, 1 dirhamga palta aldı, yağaç kesidigan, otun kesidigan palta aldı. Şunun bilan sahroga chiqib ketdi. Otunlarni kesib, shaharga olib kirib sotdi. Şunun bilan 15 kunda qarasa bu inson ancha muncha pul to'pladi. Şunun bilan Peygamber aleyhisselam aytdi ekanki, so'radi ekanki, holing qanday deganda, ya Rasululloh yaxshi. Mana ancha muncha pul to'pladim, mashinchilik mana pul yig'dim. Deganda Peygamber aleyhisselam aytdi ekanki, shunda agar sen mana shu tilamchilik ishingni davomlashtirganingda, qiyomatda sening peshonangda bir parcha dog' bo'lib qoladi. Ya'ni bu hayotiy dunyoda tilamchilik qilgan insonning nishonasi ekan oxiratda aziz qarindoshlar. Peygamber aleyhisselam mana bu insonga chiroyli yo'l ko'rsatib qo'ydi. Mana bu inson halol mehnati bilan hech kimdan tilamay, obro'yli, nihoyatda chiroyli hayot kechirishga boshladi. Shuning uchun madamiki insonlarning oyoq qo'li harakatda bo'ladi ekan, ishlash qobiliyatiga ega bo'ladi ekan, inson albatta ishlamog'i, terishmog'i lozim aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz ishlaydigan bo'lsak, terishadigan bo'lsak, halol mehnat qiladigan bo'lsak, bu mehnatimizning ham mukofotini olamiz, hem bereketini alamiz aziz qarindoshlar. Allah Teala hammamizni o'zi mehnat qilib, halol mehnat bilan yeydigan solih, mo'min, muttaqi qullardan qilishini tilab qolamiz. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. شاركني الكلام
يشاطرني المحبة والهياما وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب